Hozirgi paytda uy ichiga hammom qurishadi. Bu yaxshimi? Hammomda jinlar bo'ladi deyishadi, shu rostmi? Xo'p, endi hammomlar haqiqatda hozirgi kunda endi o'ta poklab saqlashning ham imkoni bor. Bu bitta jihati. Ikkinchi jihati xo'p, nopoklik bor, jinlar bo'lishi mumkin degan taqdirimizda kirishdan oldin, hammom kirmasdan oldin, eshikni ochishdan oldin bismillahirrohmanirrohim deb jinlardan panoh so'rab kiriladi. Va undan tashqari hadis shariflarda keladiki, kechqurunlari eshikni yopib yotinglar va Alloh taolo zikr qilib eshikni yopib yotinglar deganlar. Chunki shaytonlar shunda kira olmaydi deganlar. Ulamolar aytadilarki, bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavsiyalari ajoyib. Shayton o'zi deydi, misol shayton jinlar inson qila olmagan ishlarni qiladi. Inson kira olmagan joylarga kiradi, lekin qarangki, eshigingizni yopib qo'ysangiz kechqurunda bismillah deb, o'shanda kira olmas ekanda. Shuning uchun tavsiya qilinadiki, o'sha hammomdan chiqayotganda eshikni yopishda, eshikni ochiq qolmasin, hammomning eshigi yopiq tursin va Allohning zikri bilan bismillah deb mahkam yopib qo'ysin, inshaalloh jin ichkarida qoladi, uyga kirmaydi. Rahmat.